Yangi Marg'ilonda, Vatstroyda, yo'lni bo'yida, Bahor marketi yonida 4 qavatli binoda 2-qavatida 2 xonali uy topib berdim aka. Eng asosiysi aka, betlarda gaz, suv, svet, kommunikatsiyalardan umuman muammo sezmaysiz. Turgan joyimiz mana bitta zal aka. O ko'rinib turgan, videoda ko'rinayotgan mana konditsioner, divan kreslolar hammasi kelishilgan holatda bo'ladi. Xo'p, keling aka, kelishimizga mana koridordan kirishimizga o'ng qo'lda o'zini sanuzeli vannaxonasi aka. Bu tomonida chiqdik, mana chiqishimizga mana bitta oshxona bo'lgan, yoshligida oshxona bo'lgan, hozirgi kunda oshxonani mana balkonga olib chiqib qo'yishgan. U tomonni ham bitta detskiy o'rnida foydalansangiz bo'ladi aka. Bu tomoni mana balkonga oshxonani olib chiqib qo'yishgan. Ovqatingizni tayyorlab, yonida o'tiradigan joy qilinsa, turgan joyimiz zal. Abo'ylarni qarang, yaxshi holatda turibdi. Endi aka, o'zingizni fikringizga qaraysiz aka, kelib bir qator bitta remont qilib olsangiz ham bo'ladi, lekin yashab turgani yaxshi. Xo'p, keling, bu ikkinchi xonasi aka, bunisi spalniy aka. O'zingizni fikringizga qarab, bu yerda ham bitta kosmetik remont qilib olasiz. Sharoitlari yaxshi. Aka, asosiysi gaz, suv, svetlardan muammo sezmaysiz. Hozirgi manzilimiz Vatstroyda, katta yo'lda, Bahor marketida orqasida 25-maktab yonida 4 qavatli binoda 2-qavatida 2 xonali. Narxini $22.500 deyilyapti aka. Bitta kelib ko'ring aka, narxini tushib beradigan joy bor.